Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarim, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan ertalabki nonushtalar uchun juda ham mazali nonga surtib yeyiladigan sir tayyorlash, ya'ni plovni sir tayyorlashni o'rgataman. Bismillahirrohmanirrohim deb ishimizni boshlaymiz. Birinchi bo'lib 3 litr sutimizni gazga qo'yib isitib olishimiz kerak. Barmog'inglarni solganinglarda barmoq kuyish kerak emas. Issuvni his qilish kerak, issiqroq bo'lishi kerak, lekin kuyadigan darajada isitavermanglar. Gazdan olib turib, endi sutimizga 10% uksusimizdan bir osh qoshiqda qo'shib aralashtirib davom etamiz. Bitta osh qoshiq qo'shasizlar, aralashtirasizlar. O'zi sekin zardobi ajralib chiqadi sutdan. Mana qaranglar, o'sha ajralishni boshlayapti. Men hammasi bo'lib 8 osh qoshiqda 10% uksus qo'shdim. Bir qoshiq qo'shasizlar, aralashtirasizlar, yana qo'shasizlar, aralashtirasizlar. Shu ketma-ketlikda 8 marta uksus qo'shishimiz kerak. Mana o'zi yaxshi ajralib oladi. Sariqqina bo'lib zardoblari ajraladi. Shunaqa holatga kelgandan so'ng biz zardobini ajratib olamiz, ya'ni bunaqa sita yoki mardilar qo'yib turib suvdan tvorogini ajratib olishimiz kerak. Mana qolganini ham solib yaxshilab ajratamiz. Faqat quruqqina qilib ajratib tashamanglar. Suvi qolish kerak. Tvorogida quruq bo'lib qolish kerak emas. Mana shunaqa kashaobrazniy holatda quyuqlikda bo'lish kerak. Men zardobiga yana ozgina tuz solib qaynatib bu tvorogimizni ichiga solib oldim, tuzi o'tishi uchun. Agar sizlar bunaqa qilmasanglar, mana shunaqa shu boshqa idishga solganinglarda tuz qo'shib yuboringlar. Endi buni mana idishimizga solib turib 50 gram saryog'imizni qo'shib olamiz. Saryog' yana ham zo'r maza beradi. Bularni hammasini blender qilib olishimiz kerak. Blenderda yaxshilab tvorogini kusuklari ketguncha, mayin bo'lguncha blender qilib olasizlar. Shunda rosa chiroyli bo'lib chiqadi. Qaranglar. O'sha blender qilgan sari o'zgarishi boshlaydi. Mana suyuqqina shunaqa tiniq holatga keladi. Mana sirimiz tayyor bo'ldi. Juda ham oson, tez tayyorlasanglar bo'ladi. Ayniqsa uyda tayyorlangan narsaga hech narsa yetmaydi. 30 minut vaqtinglarni ajratsanglar, albatta shunaqa ajoyib sirlarni tayyorlay olasizlar. Bemalol juda ham tez tayyor bo'ladi. Tayyor bo'lgan sirimizni qopqog'i bor idishimizga solib, xolodilnikka 3-4 soatga olib qo'yishimiz kerak. Kechqurun qilsanglar, ertalabgacha yaxshi qotib oladi. Mana solib oldik, qopqog'ini yopib, xolodilnikka olib qo'yamiz 3-4 soatga. Menda 4 soat turdi. Mana o'sha sirimiz qattiq bo'lib qotib qolgan o'sha. Mazasi ham rosa zo'r bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'rishingizga arziydi. Ayniqsa uylarda sutlar ko'p bo'lsa, urintirib qo'ymasdan shunaqa sirlarni tayyorlab beringlar. Nonlarga surib, ertalabki choylar bilan juda ham yeyishli bo'ladi. Quyuqligini qaranglar. Rosa qattiq bo'lib quyiladi. Shu 3 litr sutimizdan 600 gram sir chiqadi. Nonlarga surib, ertalabki choylarda maza qilib yeb olasizlar. Aziz kuzatuvchilarim, videolarim yoqayotgan bo'lsa like bosishni unutmanglar. Yaqinlaringiz uchun o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Sog' salomat bo'linglar.